Assalomu alaykum Farg'ona Cherry obunachilari. Bugungi obzorimizda Arizo 8 Pro gibrid mashinamiz. Mashinamiz O'zbekistonda eng birinchi yig'ilayotgan gibrid mashina hisoblanadi. Mashinamiz bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, birinchi o'rinda faralarga e'tibor berasizlar. To'liq LED fara bilan, oldi datchiklar bilan jihozlangan. Mashinamiz to'liq panorama lyuk hisoblanadi. Shahar ichi 4 litr rasxod qiladi. To'liq zaryad bilan esa shahar ichi 125 km yuradi. Undan tashqari mashinamiz o'zini-o'zi zaryad qiladi. Beskul-choy do'stlar to'liq sensor bo'ladi. Mana o'zlaring ko'ribsizlar. Mashinamizni ichki holati bilan tanishishlaring mumkin. To'liq monitor bilan jihozlangan. Mashinamizning uzunligi 4 metr 80 sm, deyarli 5 metr hisoblanadi. Orqa kengliklari, undan tashqari ko'rib turibsizlar, uy sharoitida ham xohlasa bistra holatda ham zaryadga berish mumkin. Aytib o'tishim kerak, agar bistra zaryadga qo'yiladigan bo'lsa, 0 dan 80% gacha 16 daqiqada chiqadi. 16 daqiqada zaryadni to'lsa bo'ladi bemalol. Orqa bagaj qismini ko'rib o'tamiz. Keling, kamerani olib keling. Orqa bagaj qismi 455 litr. Undan tashqari o'zini uy sharoitida zaryadga qo'yish zaryadnik ham bor. Mana faralarni e'tibor berasizlar. Orqa faralar to'liq yonib turadi. Bu tarafda esa benzin uchun bak jihozlangan. Mana mashinamiz. Farg'ona Cherry avtosalonga bemalol kelib turib, bepul test drive'imizdan foydalanishlaring mumkin. Bizga bu uchun faqat prava kerak bo'ladi. Keling, siz o'zingiz bilan ham bitta test drive ko'ramiz. Mashinaga chiqing. Aytib o'tgandek, diskalari 18 bo'ladi, yumshoq balonlarda. Hadovoylarni hozir o'zingizdan baho berasiz. Ko'rib o'ting, start stop yo'q. Bu holatda remen taqilgandan keyin tormoz bosiladi. Mashina zavod bo'ladi. Shu holatda mashinani misol bunday ko'rib turib ketaveramiz. Panorama lyuk bilan jihozlangan to'liq ko'rishlaring mumkin. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Monitorlari kattagina. Undan tashqari mashinamizda yana bir funksiyasi bor. Buni hozir siz o'zingizga ko'rsataman. Konditsionerni yoqqanimizda o'zini hid chiqarish xususiyatiga ega. 3 xil holatda hid chiqaradi. Salonni ichini filtrlab beradi, shirin hidlar mana. Xohlasa konditsionerda bu yerda o'zidan sensor bilan boshqarish mumkin, xohlasa bu yerda ham sensor bo'ladi. Mashinada besprovodniy zaryadlik 3 ta telefonga jihozlangan, 3 ta telefon bemalol tursa bo'laveradi. Hadovoylari ham juda yumshoq. Mashinani o'zi o'tirganingizda sezilgan bo'lishi mumkin. Mashina hadovoylari kelib birinchi o'rinda test drive qilishsa, keyin mashina haqida fikr bildirishsa bemalol bo'laveradi. Undan tashqari mashinani o'zini avtomatik polosli держание, silpoy zonasi, avtotormojeniyalari bor. Mana rullari multimedia bo'ladi. Hop, rul isiydi, lobovoy oynalarimiz isiydi, oldi sideniya isiydi ham, soviydi ham, orqa sideniyalar isiydi. Keyin yana bitta yaxshi taraf bor. Orqada ketayotgan odam bemalol 3 kishi bemalol o'tirib ketishi mumkin. Undan tashqari telefonni quvvatlash, 12 voltli quvvatlash jihoz bilan jihozlangan mashina. Mashinani ot kuchiga keladigan bo'lsak, mashinada 347 ta ot kuchi bor. Hop, 0 dan 100 gacha 7 sekundda chiqadi. 0 dan 100 gacha 7 sekundda chiqadi. Sizga bitta narsani aytib o'tib ketaman, mana ko'ring. Zo'r tarafi sideniyalarda ligirovkalari nima tarafda eshikda joylashgan bo'ladi. Eshikda joylashgan. Undan tashqari bitta mana kolonkalar bilan jihozlangan. Hop, mashinamiz 5 ta rejimda yuradi. Rejimlarni almashtirish uchun mana bu yerda o'zi mod yozuvli bor. Eco, sport, normal. Undan tashqari tok dozda yuradi va benzin dozda yuradi. Ishlaring mumkin.
Mashinani yana zo'r tarafi bor. Hozir mana yurib ketyapmiz. Zaryad, agar mashinani zaryadi kamayadigan bo'lsa, benzinga o'tadidan keyin o'zini-o'zi zaryad ham qilishni boshlaydi. Bu shahar ichiga eng yaxshi modellardan bittasini tavsiya beraveraman. Sabab ham ekonomik, ham uzoq yo'lga ham odamni charchatib qo'ymaydi. Misol uchun uzoq safarga chiqadigan mijozlarimiz bo'lishi mumkin yoki boshqa holat bo'lishi mumkin. Har xil odam bo'ladi-da. Eng xavfsiz, lekin mashinamiz xavfsiz. Shuni aytib o'taman, mashinamiz xavfsiz. Xohlasangiz mana o'zingizdan ko'rishingiz mumkin. Mashinadan gaz oyoqda olsa, mashina o'zi holatga qarab turib tezlashishi yoki sekinlashishi ham mumkin. Bu holatlari ham bor. Undan tashqari hozir ko'rsataman sizga buni. Pavorotniklarni yoqqanimizda 360 kamerasi bor mashinani. To'liq 360 kamerasi pavorot yoqilgan holatda ishlaydi. Keyin mashinada agar orqa yoki oldi yoki yon taraflaridan sizga mashina yaqinlashadigan bo'lsa, sizni monitorda ogohlantiradi. Mana hozir ko'rinadi. Mana o'zi ko'rindi. Shu holatda sizga ancha qulaylik tug'diradi bu holat. Mana tezliklarni ko'rishlaring mumkin. O'sha aytganimdek 7 sekundda 100 ga chiqadi. Ko'pchilik tezlikni sevadigan klientlarimizga bu juda qo'l keladi. Mashinani ichiga hech qanaqangi shovqin kirmaydi, o'zini izolyatsiyasi bor. Hali shumka qilish shart emas mashina olgandan keyin. Umuman mashina oladi, minadi bo'ldi. Yana shumka qilib yoki qanaqadir jihoz yoki balonni almashtirish bizda unaqangisi yo'q. Balonlar o'zi yumshoq bo'ladi. Mana ko'ringlar, oldimizda misol uchun mashina bo'lsa, hattoki biz o'zimizda monitorimizda ko'rsatadi. Oldingda mashina bor deganday qilib turib ko'rsatadi. Mana ko'rib turibsizlar. Oldimizda hozir katta mashina bor. Hattoki mana ko'rdilaring, chap tarafimizdan mashina o'tib ketganda ogohlantirdi bizni. Ovoz chiqarib turib. Yaxshi aytdingiz, yaxshi aytdingiz. Ana nima qiling? O'shani aytib o'tib yaxshi eslatingiz. Shunday narsalarni eslatib turing-da. Xo'p, mashinamizda o'zini zavod holatidagi video registrator bor, oldida joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari, oldidagi mashina agar to'xtaveradigan bo'lsa, ya'ni avtotarmajeniya bu. Avtotarmajeniyasi ham shu oldida jihozlangan bo'ladi. O'sha holatdagi avtomobil bu. Keyin bu tarafda o'zini oldi monitorlarni yarkisini ko'tarish yoki tushirish, bular ham to'liq sensor. Hamma mashinada ham ko'rmaysizlar bu holatda. Bu holatda. Qadrli obunachilar, avtosalonimizda aytib o'tib ketaman. Manzilimiz Zakanal. Shunday chapga burilganda kuruk keladi, mana ko'rib turibsizlar. Kurukdan chap tarafga yurib, so'y bo'ylab 300 metr, kurukdan 300 metr yurganimizda o'ng qo'lda keladi. Eski Lada Hyundai saloni bo'lgan, ko'pchilik bilishadi. O'sha yerda kelib bepul xohlagan modellaringni test drive qilishlaring mumkin. Faqat bitta shart, pravo kerak xolos bizga. Hozir salonimizga ham kelib qoldik. Qolgan modellar bilan ham sizlarni tanishtirib o'tamiz. Mana avtosalonimizga ham yetib kelib oldik. Bu mashinamizning narxi 364 million 900 ming so'm. Undan tashqari boshqa barcha modellarga test drive'larimiz bor. Ko'rib turgan modelingiz Sax Pro Max. Bu model 2 turbina bo'ladi, motorlari 7 kishilik, ko'pchilik 7 kishilik so'raydi. Mana bu modelda ham test drive, ham mashinalarimiz o'zi salonimizda bor. Bu 2 Pro modelimiz, bu ham test drive'imizda mavjud. Narxlari 214 million 900 ming so'm. Mana bu tarafimizda 7 Pro modellarimiz. Bu modelimizlarda narxlari keladigan bo'lsak, bu model 344 million 900 ming. Undan tashqari boshqa modellar ham bor. 2 Pro, Ariza 6 Pro bu yoqda turibdi. Buni menimcha klientimiz olishdi. Ariza 6 Pro bu eng full versiyasi, narxi 279 million 900 ming. Mana ko'rib turibsizlar, 7 Pro Max modelimiz bor. Buning narxi 364 million 900 ming so'm. 7 Pro ni mana bu tarafni ko'rsating. 7 Pro ni birinchi modeli bor. Faqat panorama lyuki bo'lmaydi. Bu 311 million 900 ming. Undan tashqari yana klientlarimiz rosa so'rashardi. Ariza 6 ni o'sha atmosferniy motorligi deyishardi. Mana atmosferniy motorligini ham olib kelib qo'yganmiz. Bu modelimiz 239 million 900 ming so'm. Bizda hozir ajoyib aksiyalar ketyapti. Deyarli barcha mashinalarimizga 25 million foydada olishlaring mumkin. Avtosalonimizga kelinglar. Barcha shartlar bilan biz o'zimiz sizlarni tanishtirib o'tamiz. Avtosalonimiz, yana eslatib o'taman, Farg'ona shahar Zakanalda joylashgan.
Ish vaqtlarimizni aytib o'tib ketaman. Ish vaqtimiz dam olishsiz bo'ladi. Ertalab soat 9 dan kechki paytki 19:00 gacha. Bemalol avtosalonimizga kelib, test rayslarimizdan foydalanib, xohlagan tanlagan mashinalaringizni xarid qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Ko'pchilik so'raydi, mana salonimizning ichini ko'rsating. O'zini svetlari bor. Ular misol uchun muzika qo'yganlaringda o'zi rang svetlarini almashtirib, boshqacha atmosfera qilib beradi salonning ichidagini.